Bir shaxs jinoyat prosesining har qanday bosqichida shaxs ushlanganda esa uning harakatlanish erkinligi amalda cheklangan paytdan e'tiboran o'z tanloviga ko'ra advokat yordamidan foydalanish huquqiga ega. Gumon qilinuvchi o'zining nimada gumon qilinayotganligini bilishi, ushlab turilganligi va turgan joyi to'g'risida advokatga, yaqin qarindoshiga telefon orqali qo'ng'iroq qilishi yoki xabar berishi kerak deb ko'rsatilgan qonunda. Nima uchun ushbu tergovchi qonun talabiga amal qilmadi?